Bemorimiz murojaat qildi. Bularda quloqdan doimiy yiringlar ajralma kelishiga, mana endoskopik kartinada o'sha nog'ora pardada teshik bor, bu yerda yiringlar bor. Kelganda shikoyatlar aytib yuboring-da. Shu yoshligimdan pastda 15 yillardan beri qulog'imdan yiring oqardi. Sovuq paytlarda ko'proq oqib qolardi. Keyin eshitishim pasaygan. Shu qulog'im pastda eshitmay qolgan. Shu eshitishga qiynalaman. Keyin yiringli ajralmalar xalaqit beradi. Endi hozir biz bemorimizni yiringni batamom davolab olamiz. Yiringni davolab, nog'ora parda o'rta quloqlar qurigandan keyin, ya'ni 3 oy kutamiz. 3 oydan keyin nog'ora pardani qo'yib beramiz. Xudo xohlasa nog'ora parda ham bitishi juda ham yaxshi natija bo'lishi kerak bularda. Ularda birato'la o'sha vaqtda nog'ora parda tiklanadi, ham eshitishda ham o'zgarishlar boshqacha bo'ladi. Masalan, 15-20% gacha desibelgacha eshitishlari ham ko'tariladi. Nasib bo'lsa, natija ham yaxshi bo'ladi ularda. Chunki teshik unaqa mezotemporalniy teshik juda ham katta emas.